Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlarim, aziz xalqim. Men bugun yana bir bor ijtimoiy tarmoqqa chiqib, siz aziz xalqimga murojaat qilmoqchi edim. Mana Surxondaryo viloyatida sud, prokuratura, ichki ishlar umuman izdan chiqdi. Xohlagan ishini qiladi, xohlagan hukmini chiqaradi, xohlagan ajrimini chiqaradi. Mana kecha eshituvim bo'yicha Oliy sudning raisi Baxtiyor Islom kelgan ekan, ko'llarda yig'ilish o'tkazdi deydi. Nimaga endi bizga o'xshagan bir jabrlanuvchilarni bir oz chaqirib, nima gapingiz bor, nima so'zingiz bor degan gapni qilmasdan o'zicha kollegiya o'tkazib, boshqa qilib qaytib uchib ketdi. Mana Qumqo'rg'on tuman iqtisodiy sudi mana bu Akbar degan bir qollab bor. Mana hozirgi kunda 614 milliard so'mni o'zlashtirgan. Buni kim ko'radi? 97 milliard so'mni o'zlashtirganligi haqida mana Shuhrat G'aniyevning shaxsan o'zlari gapirgan edi. Bosh vazir gapirgan edi. Lekin bu Akbar xohlagan ishini qilib yuribdi. Odamlarni aldab bugungi kunda paxtasini qabul qilib yotdi. Paxtaga pul yo'q. Menga ham mana o'tgan yil mana 23-yilda 48 tonna paxtamni olib pulini vermay ketdi. Nakladnoylari menda turibdi hozirgi kungacha. 3 tomonlama dering karta bilan shartnoma tuzdik deb aldab, meni o'g'limga pechat bostirib, o'yin qilib, men yuqoriga yozib pulimni talab qilsam, buni ichki ishlarga yuborib, Qumqo'rg'onga bir sharob degan bayna qidiruvda ishlayman, go'rda ishlayman. O kishi meni pulimni o'ndirib berish o'rniga, yordam berish o'rniga meni ustimdan ish qo'zg'atib berib, mana shunday o'yin qilib yuribdi. Qarang endi bu nima degan gap? O'zimni haqimni o'zim talab qilsam, meni ustimdan ish qo'zg'atsa bu. Mayli deb sudga bordik. Sudga borsak, bu iqtisodiy sudining sudyasi mana men ko'rib chiqdim, belani qonunsiz tomonda ekan deb meni o'g'limga borib 2,5 millionga ovqat oldirib jutgan. Raisi bilan ikkovi. Mana bu haqida biz borib o'sha yerdan hali afsant bola ham gapirdi. Mana shunday keldi. Shoberdiboning o'g'li pulni to'ladi dedi. Lekin kecha rasmiy munosabat bildiribdi viloyat sudi Ro'ziqulov boshchiligida. O ovqatning pulini sudyalarning o'zi to'lagan ekan deb. Tekshir, ko'rsin Ro'ziqulov iqtisodiy sud raisi viloyatdagi qaragin nechta sudyaning pora bilan tushib boshqa bo'lib sharmanda bo'layapti.